Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib borayotgan eng yaqin obunachilarimiz. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz duplex kvartiraga kelganmiz. Toshkent shahar Yangi Hayot tumani Shokirariq mahallasiga kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, Green House domlarini shunda ro'parasida joylashgan, ikkinchi etajda joylashgan 53 metr kvadratga ega bo'lgan ikki xonali xonadonimizni sizlarga ipotekaga orqali ham xarid qilsangiz bo'ladigan xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz bugun. Asosiy xonadonimizga kirishimiz bilan ko'rib turibsizlar, o'ng qo'limizda shunday kiyim-joyini qilib qo'yilgan. Xonadonimiz umumiy devorlari ata-chenta qilib chotka qilib qo'ygan ekan deyaptilar. Umumiy kvadraturasiga keladigan bo'lsa, ikki xonani tashkil qilyapti. 53 kvadrat xonadonimiz. Bu xonadonimizni xohlasangiz ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqd pulga sotib olsangiz ham bo'ladi. Kirib kelganmiz, qaranglar, uzun yo'lak bo'lyapti. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Spalniyimiz bo'lyapti. Bu spalniyimizda mebel texnikalari bu joyda qoladi deyaptilar. Bir ikkita mebel texnikalardan tashqari. Yo'lak bo'ylab yurganimizda umumiy sanuzelimizni ko'ringlar. Dushavayasi bilan o'zini o'ng qo'lda mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti, qaranglar. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Televizor qo'yishga alohida joylar ham qilib qo'ygan ekanlar. Va oxirgi ayollar uchun eng kerakli xonalardan bittasi oshxonamiz bo'lyapti. Tashqari qaragan qaranglar, eshikni ham qo'yib ketishgan. Bu gaz plita, kir moshina, ko'ryapsizlar, mana xolodilniklari, kuxonniy mebellari hammasi primerdan qo'yib qo'yganman deyaptilar. Buni hammasi ko'rib turgan hamma mebel texnikalari joyida qoladi deyaptilar. Ovqatlanib o'tirish uchun alohida o'zini joylariga ega. Xonadon egalarining nomerini pastga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.